boshladi. Xullas, men bu o'ylayna toner peeling pedlarini mashhur qildim-ku. O'shani penkasi ham borligini bilarmi dedi. Bu penkasi o'zim ishlatadiganim qizlar, shuning uchun men yengisi sizlarga buni qilib boradi. Tarkibida kollagen va chorakl ekstraktlari bo'lganligi sababli qora tochkalarni chiqazib beradi. Bundan tashqari yuzi quruq yuzlarga ham yaxshi tushadi. Ozgina olib chiqarasizlar, suvga aralashtirib ko'pirib ketadi. Rosa barakali qizlar. Men bu penkani 1,5 yil bo'ldi ishlatayotganimda qizlar. Rosa barakali. Voy, anchaga yetadi. Bu penkada yuzinglarni yuvib turib, tonerda yuzinglarni artib turib, keyin buni o'zini kremi bor. Kremida yuzinglarni sursangiz yuzinglarga вообще shokolad bo'ladi. Men bu anaqasi penkasi rasoso quruq yuzlarga ham yaxshi tushadi. Quritib olmaydi, chunki kollagenli bu penkasi. Bundan tashqari eng budjetli va eng zo'r penkalardan bittasi mana do'konimdagi qizlar. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Narxini opisiyaga qoldiramiz. Telegram kanaldan yoki Telegramdan yozib zakaz beraverasizlar, nomer qoldirib qo'yamiz.